Bittasida virusga, bittasida tovuq go'shti. Bunaqasiga ham qo'yaveraylik mana. Bunaqasiga qo'ysa yana bittasini shashlik pishirsa bo'laveradi. Bundan tashqari mana choy qaynat, choyni olib kelib ichini ko'rsating, ichini. Choy qaynatib ko'rsa, qiziqarli narsa aytayim, O'zbekiston bo'yicha bunaqa narx yo'q. 700 ming so'mdan bez kraskasi, 750 ming kraskaligi, agarda ustida reshotkasi bo'lsa 800 ming so'mdan bo'lyapti. Mingtasiz mingtaga berishadi. Shashlik pishishini ko'ryapsizmi, qanday pishyapti? Shashlik zo'r pishyapti. Mana qarang aka, bunaqa narxda topolmaysiz. Men nechta video ko'rgan bo'lsam, eng pasti 800 ming ko'rdim, 750 ming ko'rdim, bez kraskasini 750 ming. 700 ming so'mdan agarda ko'proq olsa olib kelib sotaman siz. Undan ham arzonroq qilib berishadi. Ko'ryapsiz, bir kunda 500-600 ta yasashadi mana. Ustalar ishlashyapti. Listi nechilik bo'ladi? Aka, buni listiga 2 lik bo'ladi. Yonmaydigan joyga, yonmaydigan bunkerlarga 3 likdan ishlatamiz. 3 likdan ishlatasiz. Hammasi. Hammasi lazerda kesilgan. Hech qanaqa chok yo'q, ya'ni hech qayerdan tutun chiqmaydi. 100% shashlik ham pishaveradi. Xolasi ustiga tosh terib turib sauna qo'ysangiz ham bo'laveradi. Ya'ni saunaga saunaga ham qilsa bo'laveradi. Sauna qilsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni parxonaga shunday qo'yib, o't yoqib, maza qilib o'tirsangiz bo'laveradi. Mana ustalar ishlashyapti. Mingdan ortiq pechkalar bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilsa ham bo'laveradi. Dastavka bor aka, eng asosiysi bizda vodiy bo'ylab ham dastavka ichida aka. Vodiy bo'ylab ham dastavka shunaqa ichida. Shunaqa ichida. Qaranglar, undan tashqari qo'yxonalarga qilishadi, qangrashotga. Yana nimalar yasaysiz aka? Akalar, bitta chorvachilik yo'nalishida hamma mahsulotni ham ishlab chiqaramiz. Ha. Endi pechkani ham chorvachilikdan arzon chiqaryapsiz aka, pechkadan chiqarilganlarga pechkani ham chiqaraverdi. Pechkani ham chiqaraverdi. Bundan tashqari qaranglar. Tepasida choy qaynatsa bo'ladi. Yonida tahoratga suv ham isyapti. Ko'rsizmi? Yonini ko'rsating bunday qilib. Shashlik pishyapti, hozir hammamiz shashlikmiz. Ma'lum nomdan kelaversa, ekran telefon nomeri, pastda akkaunt bor. O'tib obuna bo'lsalar, ko'rsatib boradi. Pechkani qanaqa yasal ekan. Like bosib, tarqatib, Marg'ilon Satga kruyda bo'lyapti.